kelganmisan? Tonatgani qachonidi kasofat ha? Odamlarning mushugi hovlini shipirib bo'ldi. Sen yotibsan uyingdan barakani o'chirib, "Ey yotmay!" Desa mushuk hayron, cho'nada va bo'lyapti. Mushuk tushunmabdi, lekin kelin tushunibdi. Shuncha gap gapirgandan keyin tushunibdi. Ona kelin ham sustirayotgan. Sekin o'rnidan turib hovliga chiqibdi. Hovlida it yotgan ekan. Qaynanalar. Aytaveraymi davomini? Shu yerda to'xtataymi? Davomini eshitdinglar. Kelinlar ham maza qilsin. Birinchi seriyasida maza qilardinglar. Kelin itni tepibdi. Itam degan ekan, "Akillama yur" debdi. "Men shu xonadonga kelganimdan beri akillaysan" debdi. "Nima men seni akillashini eshitgan kelganman bu yoqqa" debdi. Mana qo'shnini itini qarab bir marta ak demaydi. O'sha ham senga o'xshagan it. Kechasi bilan Rossiyadagi kuchiga uxlatmadi. "Sog'indim jonim, sog'indim jonim." Sog'ingan bo'lsang kel. Ya o'zing uxlaysan, birovni uxlatasan. It hayroni, bir narsa bo'lgan bularga. Mushukka qarab yuraver, pas aylanib kelamiz. Men bitta narsani aytay, mana onajonlar mana kelin